Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Hammamiz avtomobil minishni yoqtiramiz. Avtomobil qanaqa qismlardan iborat ekanligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Keling, buni bilib olamiz. Dvigatel kuch beradi, transmissiya kuchni uzatadi, g'ildiraklar harakat qiladi, rul va tormoz boshqaradi va to'xtatadi. Keling, bularni kengroq ko'rib chiqamiz. Dvigatel motor, mashinaning yuragi, yonilg'ini energiyaga aylantirib harakat hosil qiladi. Transmissiya uzatmalar tizimi, dvigatel kuchini g'ildiraklarga uzatadi. Asosiy qismlari: uzatmalar qutisi mexanik yoki avtomat, debriyaj mexanikda, kardon valv, differensial, yurish qismi, ходовой, mashinaning yo'lda harakatlanishini ta'minlaydi. Tarkibi: g'ildiraklar, amortizatorlar, prujinalar, osma podveska, tormoz tizimi, mashinani sekinlatadi yoki to'xtatadi. Turlari: diskli tormoz, barabanli tormoz, qo'shimcha ABS tizimi, rul boshqaruvi. Mashinani yo'naltirish uchun rul mexanizmi va gidravlik yoki elektr kuchaytirgichdan iborat. Elektr tizimi barcha elektr qurilmalarini ishlatadi. Asosiy qismlari: akkumulyator, generator, starter, simlar va sensorlar. Sovutish va isitish tizimi dvigatelni sovutadi, salonni isitadi yoki sovutadi. Pechka, konditsioner. Yoqilg'i tizimi yonilg'ini saqlaydi va dvigatelga yetkazadi. Bak, nasos, filtrlardan iborat. Kuzov, korpus, mashinaning tashqi qismi yo'lovchilarni himoya qiladi. Eshiklar, kapot, bagaj qismi. Salon, ichki qism, haydovchi va yo'lovchilar uchun joy, o'rindiqlar, panel, xavfsizlik kamarlari. Oddiy qilib aytganda, dvigatel kuch beradi, transmissiya kuchni uzatadi, g'ildiraklar harakat qiladi, rul va tormoz boshqaradi va to'xtatadi. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha